Biz hammamiz Minecraftdagi haqiqiy ishlaydigan mashina haqida orzu qilamiz. Agar biz qanday qilib buni qurish deb yozsak, chiqadi mana bu. Ha, bu o'yinda haqiqatan ham ishlaydigan mashina haqida o'ylashmagan. Hayratlanarli. Mana men nima o'ylab topdim. 3 kun oldin men do'stim bilan Nom Jax bilan gaplashgan edim. Biz u bilan shu mavzu haqida gaplashdik. Bilasizlarmi u nima dedi? Bilasanmi, o'sha yerda chertyoj bor. To'xta, rostdan? Ha, men ham unga ishonmagan edim. Ha, u 1 yil oldin Avito degan saytga kirib $500 to'ladi. O'yindagi mashina restoranda ishlash uchun. Video uchun juda ajoyib, lekin uni qurish juda qiyin. Aha, u yerda katta Bugatti va u yuradi. Ogo. U rostdan ishlaydimi? Nima deysan, men tekshirib ko'rmadim. Bro. Va birpasda men uni ko'chirdim va juda qiyin mashinani qurishni xohladim. Va ishlaydimi o'zi bu? Va birinchi bo'lib joyni tozalab olamiz. Instruksiyada mashina juda katta deb aytilgan. O'ylaymanki bu joy yetadi. Birinchi bo'lib mashinani loyihasini Leitmatika degan dasturga joylaymiz. Uning yordami bilan biz qurmoqchi bo'lgan narsani sxemasini ko'rish mumkin va qayerga blok qo'yish kerakligini ko'rsatadi. Uni joyladim. Agar men uni ustiga bossam, mashinaga kerakli bloklarni hammasini ko'rsatadi. Ko'pligini, yo-mayo, namuncha ko'p. Qani birinchi bo'lib qora junni o'rnatib olamiz. Yo-mayo. Mayli. Qora junni sunduqdan olamiz. Orqaga qaytamiz va chizmani to'ldiramiz. Menimcha u hozir Bugattiga o'xshab ko'rinmaydi. Nimani xohlagan edingiz? Bloklarni qo'yganimizdan keyin Bugattiga o'xshaydi deb umid qilaman. Yaxshi, eng zo'r plan. Va hammadan birinchi bo'lib hamma oddiy bloklarni qo'yib chiqish. Va biz shunda mashina qanaqa ko'rinishini bilib olamiz. Yaxshimi, yomonmi? Ikkinchi bo'lib hamma restoran bloklarni qo'yib chiqamiz. Va mashina ishlaydimi sinab ko'ramiz. Va Avitodagi odam Jackni aldadimi tekshirib ko'ramiz. Va ichki interyerini ham qo'shamiz. Ichida joy qo'ygan edim. Va 4-qadam mashina ishlayaptimi, ishlamayaptimi tekshirib ko'ramiz. Va do'stim Kelni hayron qoldirmoqchiman. Unga yangi yil uchun sovg'a qilmoqchiman. Anima u mening do'stim, hamma narsaga yordam beradi. Va uni biz tekshirmoqchi bo'lganimiz ishlamasa, bu mening momoyim emas. Va agar mashina ishlamay qolsa-chi, va tezda birinchi qadamni boshlaymiz. Men hamma restoran bloklarini shu daftarga yozib chiqdim. Va bu mashina qanday ko'rinishini bilib olamiz. Va bizga yana 16 ta blok qoldi. Keyingi blok bu tosh. Jicha o'g'irlaymiz, toshni chertyojini yoqamiz. Menimcha biz hozir mashinani oldi bamperini qildik. Ajoyib. Keyingi blogimiz bu yumshoq tosh. Mashinani poli bo'lsa kerak. Men juda ishonib aytdim, lekin men bilmayman. Qizil jun bu ballonlarni to'xtatadigan narsa. Temir reshotkalar, ular disklar bo'ladi. Men o'ylaymanki. Va bu mashinada men nimaligini topyapman. Mendancha yaxshiroq ko'rinyapti. Va jicha qora tosh kerak ekan va bu mashinani oldi. Yo-mayo, juda chiroyli. Agar shu video tagida 100 ta like olsa, men keyingi videoni yozishni boshlayman. Men hech tushunmadim. Endigi bloklar bizga nega kerak? Mashinada bu blokda nima bor? Bu blok menda yo'qligi uchun men endga bordim. Bu oldi chiroqlar ekan. Yaxshi. Yo-mayo. Men keyingi blokda yoqsam, bu qizil qum ekan. Shundan mashinani ko'rinishi. Mayli. Men butun umrim davomida qizil qumni ishlatmagan edim. Menda u yo'q ekan. To'xta, men u qayerdaligini bilaman shekilli. Mana. Men buni olib turib buni qilsam, ajoyib. Bu chiroyli ko'rinarmikin o'zi? Yaxshi ko'rinadi deb umid qilamiz. Chunki u butun mashinani ko'rinishi. Bizga tonna qum kerak va men 1 oyda cho'lda o'tkazaman. Ajoyib. Bunga qarang. Yo-mayo. Qanday ko'rinadi bu rang, qanaqa ko'rinar ekan? Bu oddiy sabzi rang. Men hozircha tushunmadim, bu rang menga juda yoqyaptimi yo yoqmayaptimi? Hozircha 15 minut o'tdi va men bor yo'g'i yarmini qilishga ulgurdim. Bu rang juda Bugattiga o'xshaydi. Va biz tomon tugatganimizda. Va qanday ko'rinadi bu? 10 minut o'tdi. Bro. Yana juda ko'p bloklar qoldi, lekin biz buni Bugatti desak ham bo'ladi. Siz do'stim Kelni yuzini o'yladingizmi? Lekin biz uni yanada yaxshilashimiz mumkin. Biz qo'shadigan keyingi bloklar Akatsuki lyuklar. Ular bilan mening chiroyli ko'rinadi. Bugatti pashti tayyor. Bugattida hali ham oldi aynagi yo'q. Bizning keyingi blogimiz slantli plitka. Qanday qilib bu oynadan nimadir ko'rsa bo'ladi? O'rtacha oyna. Ajoyib. O'rtacha. Nima bu? Keyingi qo'shadigan bloklar juda kichkina. Birinchi blokda qora daraxtdan lyukchalar. Shuncha yetsa kerak. Qora polos, qora oynak, oddiy oynak, kalitka, toshlik stupenka. Va endi hammasini qo'yamiz. Va tayyor. Hamma restoransiz bloklar qo'yildi. Va mashina o'ylaganimdan ham chiroyli ko'rinyapti. Va hali berishda shuncha joy bor. Mana blok qo'yilmagan joylarga menimcha restoran qo'yiladi.
Va yana bir bor men shunday o'ylayapman. Umuman oynak ham yo'q, hech narsa yo'q. Biz qayerdan bilamiz haqiqiy ekanimizni va qandaydir bani urib yubormasak bo'ldi. Buning hammasi agar mashina ishlasa. Biz mashinani yasmoqchi bo'lganimizda u buzilib qolishi mumkin. Keyin nima deydiki mashinani ko'rganlar. Va endi ikkinchi qadamga o'tamiz. Qazib olish va hammasini qo'yib chiqish. Mashina yurishiga yordam berish uchun. Bu mashina ancha katta. Lekin unga bor yo'g'i 6 xil restoran mexanizmi qo'yish kerak. Birinchisi 398 ta asal bloki. Asalni juda uzoq olish kerak. Va shuning uchun men eng himoyalangan yo'limdan jichcha asal o'g'irlayman. Hech kim oson bo'ladi deb aytmagan edi. Men hozircha bu yerda ishlatmayapman, shuning uchun hech narsa o'rganmasa kerak. Shu videoni ko'rmoqchi bo'lsanglar like bosinglar. Yaxshi. 485 ta selez bloki. Menimcha menda bor shekilli. Mana. Bam 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 bam. 17 ta restoran blok. 541 ta kuzatuvchi. Bu endi menda yo'q. Uning uchun bizga tosh kerak va toshni ferma toshdan olamiz. Kavash uchun boshqa olamga boramiz. Jichcha restoran va endi kuzatuvchilarni yasaymiz. 5-restoran blok bu portion. Mashina yuguzadigan blok. Uning uchun bizga 100 ta ham, 200 ta ham, 300 ta ham portion kerak emas. 700 ta mashina yurish uchun. Uni yasash uchun bizga temir kerak. Mening vaqtimga menda katta temir fermam bor. Va bizga yana daraxt ham kerak. Daraxtni men faqat boshqa narsa yasash uchun ishlataman. Boshqa daraxtni ishlatmaslik uchun men tosh olaraman, tosh fermamdan. Ajoyib. Va aniq restoran kerak bo'ladi. Bum, bum, bum. Qarang, agar siz hali beri ham restoronni izimrudga almashtirmasdan restoran qaziyotgan bo'lsangiz, siz lo'qsiz. Uning uchun ferma qilish mumkin. Hamma materiallarni qo'shamiz va portion olamiz. Shuncha kerak bo'ladi. Albatta shu portionlarning yarmi yopishqoq bo'lishi kerak. Ajoyib. 6-chi bizga kerakli bo'ladigan material bu bitta obsidian, 10 ta qizil blok va 16 ta kul lang da yo'q kul rang. Bor yo'g'i 3 ta material, lekin bu bir tarafdan yaxshi. Mayli bitta deb hisoblaylik. Ekraningizda ko'rayotgan bu materiallar mana bu mashinani yurishga yordam beradi. Bularni qo'yishning eng oson usuli bittasini orqasidan bittasini qo'yish emas, banoni qurganimizdaqa qavatlab qo'yib chiqamiz. Hamma restoran loyihani yoqamiz. Yo-moy, ekranimga nima bo'ldi? Men hakermanmi? Yo-moy, Leitmotivga kiramiz. Nastroykalar va mana shuni bitta qavatga qo'yamiz. Shunday qilib keyingi qavatlar asabga tegmaydi. Eng pastdagidan boshlaymiz va yana ishlash. Bam 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 bam. Yaxshi ham bloklar juda ko'p emas. Juda qiyin emas. Ikkinchi qavatda nima? Bu yerda ancha restoran bloklar ko'p ekan. Hammasini to'g'ri qo'yishga harakat qilish kerak va qarashini topish kerak. Bitta xato va mashina ishlamashi mumkin. Va restoran ham. Va kel jichcha xafa bo'ladi. Xo'sh, menimcha ikkinchi qavat bilan tugatdim. Endi 3-qavat. Endi 3-qavatga o'tamiz. Nega men bu narsaga juda ko'p vaqtimni ketkazyapman. Charchamaymiz. 4-qavat va shu xonalar ko'rinyapti. Bu katta xona, bu esa katta mehmonxona. To'g'risini aytsam, bu yerda men o'ylaganimdan ham ko'p joy bor ekan. Va bu xonalar nima bo'lishini o'zi bilaman. Negadir qiyin bo'lib ketdi. Tushunmay qolyapman. Men o'ylaymanki, bu mashina aniq ishlaydi. Men shundayki, men restoranda juda zo'rman va yarim yo'lda buzilib qolishi ham mumkin. Hozircha biz 5-qavatdamiz. Yashab bilib olamiz. Menga nima farqi bor, baribir kelga beraman-ku, to'g'rimi? Bu qavat undan ham qiyin ekan. Har bir qavat 20 minutcha vaqt oladi. Deyarli tugatdim. Va hozir men 6-qavatdaman va bu eng qiyin qavatlardan biri shekilli. Va yana 7-qavat ham bor ekan. 8-chi, 9-chi, 10-chi. Qiyin emasligi uchun rahmat. Va 11-qavat. Menimcha hamma restoran qo'yilib bo'ldi. Jichcha ko'p vaqt ketdi, lekin men qurishga ulgurdim. Qarab ko'ruvchi nimadir qoldirib qo'ygan bo'lsamchi. Birpas shu joyga kirib olaylik. Bizga hali beri ham bitta yarim blok yetmayapti. Bitta slez va bitta portion ham. Qayerda? Ko'ryapman. Bitta bu yerga. Ajoyib. Men bu bloklarni qo'ymaganimda mashina buzilib qolar edi. Yaxshi ham qarabman. Men bunga ishonmayman, lekin shu blokni men buzsam, mashina ishlaydi va qo'ysam to'xtaydi. Men hozir ishlatmoqchiman, lekin kelni kutish yaxshi deb o'ylayman. Chunki men tavakkal qilishni xohlamayapman. U kelganda buzilib qolsa mayli. Biz 2-qadam tugatdik va oxirgidan bitta oldingisi qoldi. Bu degan interyer qo'shamiz degani. Shu mashinaning ichiga. Shunaqa joyda ishlatmasak, bizning ishimiz kelni o'zini baznasidan uni yaxshiroq qilish. Men aldamayapman. Bu seriyada u Davdirning haqiqiy uyi. Shunchaki ChatGPTga kirib, qanday qilib daraxtdan uy qurish deb yozib, shuni qurdi. Va yetmaganligi ichiga sunduq va pechka qo'ydi. Nima bu, Kel?
Va bizning islomimizdan keyin u mashina ichida yasasa ham bo'ladi. Bilmadim, yaxshimi u yomonmi, lekin hozirgi uydan ko'ra yaxshiroq. Mashinamizni yaxshiroq qilish uchun biz 10 ta narsa qo'shamiz. Birinchisi bu yotoq. Bilasizlarmi, uyingiz ichida yotish yoqimli. Jiddiy bezak qo'shamiz. Nice. Har doimgidek avval oson qilamiz, keyin qiyinrog'ini yotamiz. Oxirgi bo'lib qo'shadigan narsa juda kerakli bo'ladi. Ikkinchi bo'lib sunduqlar qo'yamiz. Lekin bitta muammo bor. Portion sunduqlarda nimagadir qimmatlaydi. Umuman jiljimaydi. Kel vagonetkani ichidagi sunduqni ishlatishga to'g'ri keladi. Negadir porshonini qimmatlata oladi. Kelni joyi ko'proq bo'lishi uchun men unga shkaf quraman. Birinchi, ikkinchi, uchinchisini qo'yaman va to'rtinchisini. Vagonetkalarni har bir polkaga qo'yib chiqish kerak. Ikkinchi polka, uchinchi polka va to'rtinchi polka. Qulayligini qarang. To'g'risini aytsam, bu hali beri kam. Ikkinchi shkaf. Men uchinchi shkafni qurollaymanmikin? U o'zi kerakmi? Ha, albatta kerak. Shkaflarning orasidagi joy kichkina, lekin bo'laveradi. Kel uchun bo'laveradi. Uchinchi narsa bu ovqat. Siz kel dangasaligini bilasiz. Oddiy hayvonlar fermasini qo'ysak, bu xato bo'ladi. Chunki kel bularga ovqat bermaydi, agarga qaramaydi. Bular kel uchun emas. Eng yaxshisi mingta blokni uchib o'tib, qiziqarli ma'lumot topish uchun. Olaylik kimdir bilmaydi. Agar biz chinlar yasasak va mishkan chap tarafini bossak, biz sho'rva olamiz. Uni yesa bo'ladi. Bu juda ajoyib va yaxshi. Kemaga o'tir. Ikkinchi mol bu yoqqa olg'a. Oyun yaratuvchilarga rahmat aytmoqchiman. Hayvonlar bilan tush juda ajoyib. Yo-mayo. Mana g'oyat yetib keldik. To'g'ri tomga tushamiz? Yo'q. Ustimdan kulyapsizlarmi? Yo'q. Mayli, shuning uchun ham men ikkita molni olib keldim. Men shunchaki uni shkaflar orasiga tiqib qo'yaman. Esimizda qolsin. Agar kelni qorni ochib ketsa, mishkan chap tarafini bossa, beskонечный suv bo'ladi. Ajoyib. To'rtinchi narsa bu aslahalarni kuchaytiradigan joy. Kitob polkalari, bam, jichcha palos qo'shamiz. Menimcha sizlar tushunayotgan bo'lsanglar kerak. Mana kuchaytiradigan narsa obsidiandan va uni porshonlar qimmatlata olmaydi. Shuning uchun men vagonetchalik sunduq qo'yaman. Kel osongina mana uni sunduqqa qo'yib, yo'lni davom etsa bo'ladi. Menimcha bu narsa sunduqda turib turgani yaxshi. Bo'lmasa kel osongina esidan chiqarib qo'yish mumkin. Bu yerda kelga kerak bo'lgan hamma narsalar turadi. Bu yerda faqat porshon qimmatlatadigan narsalar turibdi. Va qolgan narsalarni o'sha sunduqqa qo'yib qo'ydim. Nega? Shuni yurayotgan payti portlab ketmasligi uchun. Men bu yerga almazli brenyalarni qo'yib qo'yaman. Nega? Chunki shu bilan chiroyli ko'rinib turibdi. Oltinchi narsani qurishdan oldin mana yotoqni boshxonaga olib o'tay. Ko'p joyda oshtirish uchun. Bu yerda bo'lsa basketbol maydoni bo'ladi. Men bu narsani har bir videoda qilaman. Men ham zerikib ketdim. Endi kel xohlagan payt basketbol o'ynay oladi. Mashinaning ichida. Ishoning, u basketbolda juda ham yaxshi. 7-chi narsa esa juda ham kerakli. Va endi unda o'zining qishloqlari bo'ladi. U menikilarni ishlata olib asab qo'yardi. O'zinikini ham ishlatsin. Iltimos o'lmanglar. Yagona mashinaga kirish yo'li. Qani bo'l. Mayli, kirishdi. Nuda yo'mayo. Albatta ular sig'ishmaydi. Qani vagonga kir. Kelgani yoqmaydi. 10 minut o'tdi va ularni joyiga qo'ydim. Portion yopamiz. Kelga mashinani berganimizdan keyin qishloqlar nima ishlashini o'zi biladi. Tanlov ancha katta. 8-narsani mana shu yerga quraman. Bu shunday narsaki, mashinaga qo'shish kim kelmayapti. Agar biz uni qo'shsak, mashina buzilib qolish fansi ancha o'sadi. Xo'sh, nima bu? O'simliklar fermasi. O'simliklar fermasi bunaqa narsa uchun urinib ko'rish kerak. Suv quyish uchun men stepenkalar qo'yaman va suvni ichiga qo'yaman. O'yin logikasi bo'yicha suv chiqaqa olmas kerak. Bu yerga sabzli ekaman va bug'doy. Bu огород mashinani buzmaydi degan umiddaman. 9-chi men qo'shmoqchi bo'lgan narsam xuddi mana shu yerda joylashgan Kelning eski uyida. Va bu bum. Kelning kuchigi. Va Kel u haqida unutib qo'ydi. Kel uni suvda o'tirishga majburladi. Oh my god. Mayli, yangi uyga uchdik. Kel rostdan ham o'zining kuchigi haqida esidan chiqarib qo'ydim. Yaxshi bum, yangi uyga xush kelibsan. Va oxirgi men qo'shmoqchi bo'lgan narsa bu kitob. Va bu kitobning ichida yangilik bilan deb yozilgan. Bu kitob bilan sen targov avtomatidan foydalanishing mumkin. Bu yangilikga men Kelga targov avtomatidan foydalanishiga yo'l beraman. Men bu ajoyib targov avtomati qurganimdan keyin Kelga undan foydalanishga ruxsat bermadim. Va u xafa bo'ldi. Bu kitob aniq uni xursand qiladi. Men uni mana shu yerga bekitaman. Va men unga hamma sunqlarni qarab chiq deb aytaman. 3-darajani endi biz tugatdik. Kelning mashinasining ichki interyeri полностью tayyor.
Interyer mashinani harakatlanishiga imkoniyat bermaydigan umiddaman. Oradan bir kun o'tdi va endi biz 4-darajaga o'tamiz. Mashinani Kelga sovg'a qilamiz va yoqib ko'ramiz. O'ylaymanki, biz ombordan o'tib ketayotganimizda Bugatti'ni ko'rib qoladi deb o'ylamayman. Va u Bugatti voyda turibdi. Nega men uni shunchalik yaqinga ko'rdim? Va mana Kelga beradigan sovg'alarim. Va bu sovg'aning ichida mashinani kaliti. Ajoyib. Qorbobo uchib kelganini eshityapsan. Yana qanaqa Qorbobo? Qorbobo? Men uyni yonida paydo bo'ldim. Vau, yo-mayo. Qorbobo keldi, aytdim-ku. Va senga 2 sovg'a berdi. Qani qaysini olasan? Keyin mana kichiklarni ochamiz. Yo'q, keyin avval kattasini. Bilasanmi nima? Men gapimni o'zgartirdim. Keyin kattasini ochamiz. Mayli, och qara u yerda nima? O, bir daqiqa. Sen nima yomon ish qilding? Qorboboga yoqmadi. O'zim ham bilmayman. Bo'ldi, xafa bo'lma, yana 2 sovg'a ham bor. Och, mendan senga sovg'a. To'xta, sen uni ochishingdan oldin men senga bitta narsani aytishim kerak. Sen meni har bir videomda qatnashasan va sen obunachilarim uchun kakradanoy bo'lib qolding. Va men seni kosmosga tushirib olgan paytimni eslaysanmi? Yo-mayo. Kulgili bo'ladi. Rostdan ham juda kulgili bo'lgan edi. Bo'l endi och. Bo'l, ochishing mumkin. Yaxshi. Sandiq. Bu yerga mashina kilichi deb yozilgan. Lekin Minecraftda mashinalar bo'lmaydi-ku. Orqamdan yurgin. Sen Minecraftda mashina qurdingmi? Ha, chiqqimda. Tushunyapman. What the nima? Seni yangi mashinang bilan tabriklayman. Wow, sen rostdan ham mashina qurding. Wow, u juda ham chiroyli. Bu endi seniki. Bu mashinaning eshigi yo'q, lekin bu yerdan kira oladida, kirgin. Mayli. Oppa. Wow. Seni eting. Bu rostdan ham mening kuchim. Men uni yo'qotib qo'ydim deb. Qanday qilib sen uni topding? Shunchaki suvda o'tirib o'tgan. Bu yerda ovqat va sunduqlar. Bu yerdagi sunduqlar sen eski basendagi sunduqlardan ancha ko'p. Keyingi xona. Ajoyib, to'g'rimi? Basketbol o'ynab ko'ramizmi? Bu yerda hattoki basketbol maydoni ham bor. Ajoyib. Men tayyorlangan edim. Endi senda qishloqlar ham bor, menikini tekshirish shart emas. Agar sen zachiravkani yonidan olib meqa qo'ysang, keyin qayta joyiga qo'yish esdan chiqmasin. Bo'lmasa mashina buzilib qoladi. Sen ko'rsatadigan narsalar hali ko'p, lekin avval mashinani yoqib ko'ramiz. Men uni hali beri tekshirib ko'rmadim. Uni hali beri hech kim tekshirib ko'rmagan va bilmaydi, portlaydimi, ishlamaydimi, buzilib qoladimi. Hatto men ham. Asosiysi sen xafa bo'lmasliging. Sen uni hali beri tekshirib ko'rmadingmi? Hozir tekshirib ko'ramiz. Uni yoqishdan oldin ba'zi narsalarni olib borish kerak. Hamma o'tlarni olib turib, sunduqqa solib qo'yish kerak va yotoqlarni ham buzish kerak. Chunki bular hammasi yaxshi bo'ladi. Ha. Va nihoyat yoqadigan vaqt keldi. Men o'ylaymanki, buning uchun obsidianni buzish kerak. Sen nima qilishni ham bilmaysan. Men senga aytdim-ku, bitta ham tekshirib ko'rmaganman deb. Men umuman bilmayman. Birinchi marta o'zim mashinamni tekshirib ko'raman. Let's go. Hech narsa buzilmadi. U juda ajoyib ko'rinyapti, to'g'rimi? Juda ajoyib. Yangigina Lamborghini. Bro, bu Bugatti. Yangigina Bugatti. Men bu yerda yuribman va orqasidan ballonlarimiz chiqyapti. Wow. Like bosishni unutmang. Bro, seni mashinang tog'dan sakrayapti. Wow, men uni tog'da qurganganim sababli hech narsaga urilib ketmasligi uchun. Rahmat. Xo'sh, kel, obunachilarga o'tib ketgan yangilikka nima demoqchisan? Menda Lamborghini bor.